Assalomu alaykum butun dunyodagi barliq aziz ko'ruvchilarimiz, Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasiniki Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga xush keldinglar. Men programma riyosatchisi Baxtiyor Umar. Oldi bilan hammanglarning Ramazon oyinglarga takrar muborak bo'lsin. Aziz ko'ruvchilarimizniki suhbatni ko'rish jarayonida kanalimizga a'zo bo'lishni va ham berilishni unutib qolmaslikni umid qilamiz. Aziz ko'ruvchilar, bugungi programmamizni Barin inqilobining 32-yilligiga bag'ishladik. Həmənlərə məlum bolğandək, bugün yəni 5 aprel bolsa, yaxınqı zaman tariximizdəki milli görüşümüzün ilham bulub hesablanğan Barin inqilabının 32 illik xatır gündə ibarət. Vətənimiz Şərqi Türkistanның Barin yazıda 1990 yılı 4 ayının 5 günü Zeyndin Yusuf başçılığındakı vətənpərvər oğlanlarımız Xitay Komünist hakimiyyətindən xalqımızga selivatqan dəhşətlik ağır zulmü, siyasi besimi, irqi kəmsitişi, milli və dini cəhətdəki yo'qotish siyosatiga qarshi qo'zg'alib, Kurashchan Uyg'ur xalqining jangovar ajdodlarimizning zulmga va mustamlikchilikka tez pikmaydigan kurashchan ro'yini namoyon qilgan edi. Bugungi maxsus programmamizga buningdan burun 26 yil burunqi Amerika parlamentida Xitoy hokimiyatining Barin yazısida ilib borgan qonliq bostirish haqida guvohlik bergan peshqadam jurnalist, navbatda Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashkiliy xizmatlariga mas'ul muavin raisi Farhad Yo'rinqash apandini alohida taklif qildik. Assalomu alaykum Farhad Yo'rinqash apandi. Ve aleyküm assalam, hürmetli Bahtiyar efendim. Rahmet, bana bu fırsatın bergen olsun. Bu fırsatın paylanıp durup, aldı bilen ben bütün dünya musulmanlarının ki cümülden izlivatkan, horluvatkan, irqi kırgınçılıkka doçar buluvatkan Şarkı Türkistan halkının ki mübarek Ramza eyni yürekten kutuklayma. Barin inqilabının 32. yılı münasebetiyle Şarkı Türkistan halkının erkirliği Örlük üçün kurash qilib, qimmatli hayotlarini fido qilgan Zeydin Yusuf boshchiligidagi bütün shehidlarimizga cheksiz hurmatini bildiraman. Shuning bilan birga Xitoy mustabidlari tarafidan shehid qilingan vatan ichidagi barliq qahramon o'g'il qizlarimizga Janob Allohdan u dunyolik rahmat tilayman. Xitoy zindonlarida va jazo lagerlarida ilm ham azob chekayotgan millionlagan jasur xalqimga Allohdan erik tilayman. Köptün köp rahmet, hürmetlik Farhad Yo'rinqash apandi. Söhbətimizə xoş gəldiniz. Qimmatli vaxtınızı çıxırıb. Undaqda söhbətimizni hazır rəsmi başlayılı. Bəlkə nurgun adamlarınki xəbəri yox buluş mümkün. Onun üstü nəhayət uzun yılın aldıda siz tuncu şu guvalıq işlərini başlap dikənsiz. Bəzi yerlərdə şu guvalıq işləri təxi yeni də çıxqan deydi. Lakin Dünya Uyğur Qurultayı sizlər nəhayət burullu bu guvalıq işlərini hər qaysı dövlətlərindəki parlamentlərdə başlagan. İlginççe siz şu 96 yılı 7 ayının 25 günü Amerika parlamentida Xitoy ishlab chiqarish qurilish qismi yani Bingtuan haqida o'tkazilgan guvohlik berish yig'inida siz Bingtuanning Barin dehqonlar qo'zg'olonini bostirishda o'ynagan roli degan temada guvohlik bergan ekansiz. Muhojiratga ko'plagan qarindoshlarimizning haqiqatan bu ishlardan xabari yo'q. Bunun sebebi ve bu jarayon haqida bir ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz bugungi shu kun sababidan rahmat. Rahmat Bahtiyar efendim. Siz degandek bu hadiseki 26 yıl oldu. 26 yıl burun siz bilesiz bu internet yok, sosyal medya yok. Şunun için bizimki şu vaktdeki benim şu vakti bergen guvalıqım anca bilinmegen halkımızga. Gerçi şu vakılda Amerika matbuatlarida keng doirada xabar qilingan bo'lsin ama ko'pincha bizning o'zimizning ichki matbuatlarda ko'p tilga ilinmadi. Shuning uchun ko'p insonlar bilmaydi bu hadisani. Bo'libmi yoshlarimizningki xabari yo'q. Endi bu hadisga kelsak, meningki Amerika parlamenti tashqi munosabatlar komitetida guvohlik bergan vaqtim 96 yil 7 ayning 25 kuni guvohlik berdim. 15 minut guvohlik berdim. Yani bu guvohlik verişninki sebebi bunda. Bu 96 yılı 6. ayının başlarında bizimki aynı vaxtdaki Merkezi Germaniyadaki Avrupa Şarkı Türkistan Birliği'nin reisi ve bizim hazırki Dünya Uyghur Kurultayı'nınki kurgucu reisi bizim peşqadam milli ustazlarımızdan Erkin Alıptekin efendim tuyuksuz Germaniyanın München şehrinde
Bana telefon kıttı. Bir körüsek nait, ciddi nait, mühim bir iş var de. Ben şu vakti da Germaniya kelip siyasi panalık tiligelti hem de bir jildin aşkan bu panalık hem kubulu hem de tek kolum pasportunu ilip tek iş kirmege vaktin te. Şununla bulut dep köreştim. Köreşsem erkin akimiz erkin alıp dekin akimiz dedi. Muşundak 7. ayının ahırlarında Amerika parlamentoda bir tane bir guvalık bir işi var. Şu an ciddi bir şahitliğe ihtiyacımız oldu. Uygur şahitler. Jurnalist olup, yukarı derecelik jurnalist olup işleyenken siz hükümet sahasını bir tane yaxşı bilsiz hep oylayman. Muşu bir tane kadar guvalık verelemsiz dedi. Degенден buludu ben bir tane ait yaxşı bilimi bir tane kurulmasını, onun işki kurulmasını terkibini ben bir tane köp seyretkan nurgulgan tön meydallarını vatanlık vaktinde. Bire ama nemi sebeptin guvalık verimiz mezmunu neme de sorsam bir yerde erkin alıp tekin akımızın değişçe bu 90'lı yılların 5'i doğusu gerek. Bu Şarkı Türkistan halkı tarafından Jallat Koşunu'nda atalgan bu işlep çıkarış kuruluş armiyası yani Bintön. Biz ninki hiç qanday harbiy tüsümüz yok. Biz bütünley bizning askar bilan harbiy bilan hech bir aloqamiz yok. Biz bütünleyla şu Bozya açılgan, Ergostan çapadigan, su inşaat kuruluş yapardigan bir qo'shin, dehqonchilik qo'shini bizning asosiy maqsadimiz, g'oyamiz şu Şinjanninki dehqon ichish, Bozya ichish degandek muştaq yolg'on yovudaq gaplar bilan Amerika Maliye Ministerliği'ninki közünü bu yap, Dünya Bankası'nın közünü bu yap, Amerika Maliye Ministerliği'ninki qo'llashi bilan Dünya Bankası'nın köp miqdorda üsümsiz qarz pul olganken ve bu üsümsiz qarz pul olganligi oshkorlangandan keyin şu Amerika'daki bazı kişilik hukuk teşkilatları yani INED'ninki iqtisodiy yardım bilan faoliyat yapayotgan kişilik hukuk teşkilatları Dünya Bankası'na Amerika Maliye Ministerliği qattiq norozilik bildirib şikayet qildi. Bunundaki Amerika parlamentoga maxsus arz name sunuptu. Bunun başlamçılık qilganlar şu Amerika Demokratik ilgili sürüş fondu INED'ninki iqtisodiy yardım bilan Washington'da kurulgan Logan Fondu Cemiyeti yani emgek bilan o'zgartish qarshi fondu cemiyeti. Bununla başlamçılık qilganken bu hareketke bizimki muhterem ustazlarımızın erkin alıp tekin efendim qatnaşkanken aynı vaqtida arz qilgandan keyin bu arlıqda Amerika Maliye Ministerliği ve Dünya Bankası heyet ve tekshirish yapırıptı nimede. Bintönde. Ama bu yerda Xitoylar xuddi hozirga o'xshash yolg'on san yasab chiqib, ularning ko'zini bo'yagan gap, ular hech qanday g'ayr normal siz hodisani sezmay kepti. Unda bir hodisani ko'mdi deb. Ama bu yerda Logan Fondi Cemiyeti başçılığındaki kişilik hukuk teşkilatları sungan arzda Bintönning butunlay bir harbiy qo'shin ekanligi, onunki yerlik bilan hech qanday bir aloqasining yo'qligi, bevosita markaziy hukumatga qaraydiganligi ve merkezi hükümetke g'allabroq topshirdiganligi, u butunlay markaziy hokimiyatga tashqi jihatdan chegarani qo'llash, ichki jihatdan Uyg'urlarni nazorat qilish, ta'qib qilish va qarshilik harakatlarini bostirishni asosiy vazifa qilganligi ve bir yerdan nurg'un yerliklarning yerini topilib, suv manbalarini kontrol qilib, yerliklarni xo'rlab, bo'zaq qilib, qilmagan askariga qolmaganligi ve Sharq Turkistonda norozilik hareketlerini bastırışta, qonliq bastırışta başlamçılık rolunu oynab kelganligi ta'kidlab arznoma sungandan keyin bu Amerika parlamentda tashqi munosabatlar komiteti maxsus bu haqda isbotlanglash yig'ini chaqirishni nim qildi bu yerda qaror qildi. Ama bu oraliqda shu Logan Fondi Cemiyetininki qurg'uvchisi Tigi Xitoy Amerika garajdoni. U o'zini Xitoy demokrati deb atamaydi, yani Amerika garajdoni. İngilizce ismi Harivu, Xitoycha ismi Wuhunda bir qancha yil burun o'lib ketdi. Bu maxfiy ikki uch qatim vatanga berib, Bintön haqida tekshirish material to'playman deb beribdi. Berib oxirgi qatim borgan vaqtida bu qo'rg'os tutilib qilib CIA'ninki jasusi deb buni qo'lga olgandan keyin bu Amerika bilan Xitoy hukumati o'rtasida ciddi kriz bo'lib, oxiri qo'yib berishga majbur bo'libdi. O kelganki u odam nima erkinlik qahramoni deb e'lon qildi Amerikada. Shu odam boshlamchilik qildi ekan bu ishga. Shu sababdan bulut dedim.
Guvalık bir ay bu men üçün nayt bir şeref gurur dedim nayt hayacan hem düzenmi. Şunun bilen o vaqtlarda men vatandan chiqqan vaqtida mush Bingtan gayet ba'zi materiallarni ko'tarib chiqqan. Buning damda masalan shu Mozdungdan tortib shu keyingi mush Xitoyniki rahbarlar Huawei hatta uningdan keyin mush Huawei Deng Xiaoping deymiz, Li Peng deymiz, mush Xitoyniki rahbarlarininki hammasiniki Bingtanniki vazifasi funksiyon haqida qilgan so'zlari bor. Xitoyning bir ishga o'yitibyapti qo'lamda. Uningdan keyin ayni vaqtida Xitoyninki shu bulutmu yezgilik bu yerda Oqsu turishliq, Qashqar turishliq yezgilik 3-chi diviziyasi bilan Qashqar turishliq, Oqsu turishliq 1-chi diviziyasi va Xotan turishliq 14-chi diviziyasiniki shu bulutmu barin dehonlar inqilobini, ya'ni norozilik harakatini qonliq bostirganligiga oid ba'zi materiallar bor. Ayni vaqtda Bingtangizda chiqqan shu bostirish qatnashgan xalq askarlarini, ya'ni Bingtanlik Xitoylarni maqtab ko'tarib ularni qahramon deb e'lon qilgan shundaq yozmalar, maqolalar bor deb qo'lamda. Shuning bilan bu deb qanchalik vaqtim bor desam, bir oydan ortiq vaqtingiz bor dedi. Shuning bilan erkin olibdikim ustozimiz u vaqt men xalqaro bir so'rovlar qatnashib boqmagan, vatandan chiqqan vaqtim uzun bo'lmagan. Shuning bilan bilmayman u guvohlik qanday beriladi masalan. Uningdiki men guvohlik beradigan bir davlat parlament odatki bir parlament emas. Dunyoning super kuchi hisoblangan Amerikadagi bir davlatning parlamentida hamda. Bunda bo'lgandiki tabiiy oldin jiddiy bir nima kirdim men stres jiddiychilikka. Shunga jiddiy material hazırlash kirishdim. Material hazırlab, bu dokladimni hazırlab qayta erkin olibdikin akimizga sundum. Erkin olibdikin akimiz uni Amerikaga yo'llabdi. Amerika Demokratning ilgari surish fondi jamiyati bilan bu Logay fondi jamiyatiga yo'llabdi. Ular biroz o'zgartish kirgizsin debdi. Shunday qilib 2-3 qatim o'zgartib, oxiri u dokladimni hazırlab bo'lgan bo'ldim. Hazırlab bo'lgandan keyin taxminan bir erkin olibdikin akimiz dedi, hamda siz jurnalistlik salohiyatіңizdan guvohlik bersangiz bu nihoyat yaxshi bir ish bo'ldi. Birisi siz tarixning betidan o'rin olsiz dedi. Tunji qatim Amerika Kongresi Davlat Majlisida, ya'ni Amerika parlamentida tunji guvohlik bergan bir Uyg'ur usti dedi. Uningdiki yana bir guvohchi topdik Turkiyadan dedi. Ablajon Leylnaman degan bir qarindishimizni topdik. U qarindishimiz demede yezgilik 4-chi diviziyasining ya'ni illi turishdi. Shuning tarkibidagi bir tuanda advokat bo'lib ishlagan ekan. Siz shu Bingtanningki shu barin dehonlar qo'zg'algan norozilik harakatini qonliq bostirganligiga oid siz ashi temda guvohlik berasiz. Ablajon Leylnaman efendim Bingtanningki Dunyo bankasidan qarz olgan usulsiz puliga turma selish qurilishi ishlatganligi haqida guvohlik bergan bo'ldi. U jiddiy dokladni hazırlayapti dedi. Shunday qilib shunday boshlandi bu bizningki guvohlik berish jarayoni. Buningki sababi boshlanish jarayoni mushtaq bo'ldi. Endi bu Amerikaga berish nima tarixini deb qo'yamiz. Uningdiki shu guvohlik berishga bir faqat 5 bir hafta qolgan vaqtida Amerika parlamentda maxsus taklifnomalar orqali bildiryapti. O'tgandan keyin Germaniyada ba'zi qarindoshlarimiz dedi, bu Amerikaga vizilish yomon tez. Uning ustiga sanaki ishonma yo'q, hozir ishonma yo'q. Qo'lingdagisi bu siyosiy panohlik tilash pasporti bunda bir sharoit viza berish mumkin emas dedi ham ba'zi qarindoshlarimiz. Deganki shunday bo'lsa murojaat qilib qo'ydi. Germaniyadagi Amerika konsulligi barsam u menga o'tgan taklifnoma Amerika parlamentining taklifnomasi hamda. Biletmiş yanında. Qolgandan keyin hech saqlatmaylar, olayda e'tibor berib, nihoyat tezla qo'lamga vizani berdi. Bergandan keyin shuning bilan Amerikaga bordim. 3 kun burun bordim Amerikaga. 2 kun burun beribman Washingtonga. Balkim shu 23-sayda yetib bordim deyman. Barsam shu oldingi Demokratning ilgari surish fondi jamiyati, NDNingki anandiki Logay fondi jamiyati masalalari erkin kam oldin berib o'tdik. Ablajon bilan chiqsa. Erkin kam bizga tarjimonlikqa Uyg'urchadan inglizchaga tarjimonlik qildigan bo'lgan. Shuningla ular chiqib kutib oldi nimada Arklansda. Shuningla u dokladimizda qayta bu yerda ko'rib chiqdik 2 kun, 3 kun. Uningdan keyin
Bazı kamtık Hariyevinin kuludan bin tane ait bazı materyallar var ki onu tuluqlab texim mükemmel bir alga geldik. Ablacan Leylnama efendim bilen tunç ketim Amerika dışarıda görüşken buldum, tanışkan buldum. Bizim ait yaxşı mijaz yaxşı çıkış. Hazırcı canda sohbet oldu. Nemenin yağı 26 yıl yağı canda ütavatımız hem de. Şunun bilen tayarlıq kıldık. Bu jarayonda barınga ait resimler bolsa ağaç keleyen degan o nemeninki Logo Fondi Jamiyetininki. Şu vaqtida bir barın kahramanları deb xat tushirilgan bir resim bor, agar ekran tushira olsangiz. Mana bu resim. Bu tarihi bir resim. Bu şu resimlerini ben götürüp apadım demege Amerika parlamentoga. Çünkü ma resim haqida zatüreydi. Hazırgacha mush barın inqilab haqida her yili mush barın inqilab hatırlash faoliyatda bo'lgan vaqtida ko'p qarindoshlarimiz, tashkilotlarimiz mush resimni ishlatdi. Bu resimning kelish manbai haqida bir izoh berib qo'yaylik, qarindoshlarimiz bilmaydi. Bu resim 1994 yıl Bari İnqilabı 4. yılı münasebetiyle biz Türkiye'de çıkarıvatkan Abdücil Turan Efendim'inki mesul muharrırlıkta benim başlarlığımda Mehmet Tohta Efendim Kanada'daki Mehmet Tohta Efendim ve Şahıl Şarahma Efendimlerinki terliğinde Türkiye'de neşr kılıngan Şarkı Türkistan yaştırı. Gizli besilgan resim. Bu aslında 3 betlik resim 50 neç parça. Ma bir beti saklanıp kalgan tapamadık. Ma barın kahramanları degan xatni Kanada'daki Mehmet Tohta. Hazır Dünya Orkulti'ninki kanun işleri komisyonu müdürü Mehmet Tohta efendim koluyla yazıp çıkan. Ma resimlerini hemmisini benim hanımım Süreyya İlan. Benim hanımım çaplagan. O xatni resimlerin aslındaki xatni ben şu vakti daktiloda Türkçe xat besiş maşinesi vatandan ekeldiğim Memtun Hazret efendim soğukkan bir xat besiş maşinesiyle ben besip çıkan. Muşunda barlık kelgen bu resim hem bu. Bu cami 50 neçe betlik. Bunu aşı vatan Türkiye'de ismini aşkarlaşına kalmayan bir kardeşimiz, bir doktor kardeşimiz olsa gerek. Mahbi açıp bunu Abdücil Turan efendim'e verirken Türkiye'deki şu Abdücil Turan efendim bizge verdi. Biz bu resimni şu vaqtida e'lon qildik tunji qatim. E'lon qilgandan keyin bu basmaga berilib bo'lgandan keyin bunun resimlarning hammini men suyib ilib olgan. Türkiye'den Germaniyaga siyosatpanalik tilab kelgan vaqtimda olib kelgandim bu resimlarni. Shuning bilan bu resimlarni olib ben Logo Fondi jamiyatiga topshirib berdim. Ular bu resimni cho'ngaytib bir betlik bunday qilib bir nimadak bir kopya qog'ozdek çoğayttı bu resimni 50 neçe bas resimni. İşte çoğayttı bunu ko'rgazma qilmaymiz nima içinde. Şunu tayyorlik qilib 96 yıl 7 ayının 25 gün tushdan burun guvohlik berdik Amerika parlamenti tashqi munosabatlar komitetininki yig'in zalida tashqi munosabatlar komitetining yig'in zalida guvohlik berdik ve guvohlik berish yig'iniga shu ayni vaqtdagi Amerikada siyosatdagi eng muhim shaxslarning birisi ekan Tashqi Munosabatlar Komitetininki reisi belki Elmiz Qudayım ismi eğer xatolaşmam bo'lsa ama şu Dopki ve Adem şu bizler resim şu eğer gösterirsiniz. Bu Adem bu oturdaki erken alıp diken yandaki ben bilmem ma o Dopki ve Adem şu Amerika Parlamenti Tashqi Munosabatlar Komitetininki reisi ve demege Aşu guvohlik berish yig'ini riyosatchilik qildim. Do'ppini biz so'qigan bu odam guvohlik berish yig'inininki keyingi qismida butunlay biz do'ppini so'qigandan keyin do'ppini kiyib o'tirib yig'in riyosatchilik qildi. Ondan keyin biz kirgandan keyin yig'in zaliga ular NED bilan bu Logo Fondi jamiyati bu barin shaytonning resimlarini hammasini hozirlab cho'ngaytib şu Tashqi Munosabatlar Komitetiga kirsingizlar, bunda koridordagi bir yer bor. Aşağıya barın shaytonninki resimida bir ko'rgazma qo'yibdi. Undan keyin Bintvanninki yana apparat zo'rliq zo'mbiliqlar gavlandirgan ba'zi resimlar bor, barın shayton resmi bor. Matrap yig'in zallarida guvohlik berish nimasiniki. Bu yerda ham tunji guvohlikni men berdim. Ikkinchi guvohlikni Ablajon berdi. Shu men bilan Ablajon shu Amerika Davlat Majlisida guvohlik bergan tunji Uyg'ur tarixga o'tgan bo'ldik ham yozilgan bo'ldik hisobda. Shu jarayonimiz shu. Ko'pdan ko'p rahmat. Nihoyat hayajonli bir
guvohlik bo'libdi. Hamda shu siz tajribali bir jurnalist bo'lg'achqa so'raydigan savollarga oldin javob berayotgansiz. Yig'inda yana kimlar bordi? Guvohlik bergan sizlardan boshqa kimlar qatnashdi? Shuni bir deb bersangiz. Rahmat Baxtiyor efendim. Hem de o vaqtida bilesiz Amerika'da Washington'da 96-yılı Uygurlar asosiyatini yo'qkan. Mening borgan vaqtimda faqat 3 oylik Uyg'ur bor ekan. Birisi nima? Bizningki atalmish Shinjon universitetida billa o'qigan Shuhrat Saidahmad va uning xonimi Dunyo bankisi ishlaydigan Shahnaz xonim. Ular oilasi bor ekan. Uningdan keyin aynı vaqtida shu Saudiya Arabistonidagi bizning milliy ustozlarimizning Husayn Qori Islomininki iqtisodiy yardım tashabbusi bilan yangi qurilib endi faoliyatini boshlab turgan Washingtonda Anvar Yusuf Turani og'aynimiz do'stimiz. Uning oilasi bor ekan. Uningdan keyin bu Rabiya xonimning yo'ldoshi Sidiqaji Rozmi cho'ng qizi Roila bilan Amerika endi kelib bu yerda o'rlashib turibdi ekan Washingtonda. Rabiya xonim qaytib ketgan vaqt ekan. Şuna ular birisi o Shuhrat Saidahmadning xonimi Dunyo bankisi ishlagan uchun bizning guvohlik berish yig'inimizga qatnashyapsiz endi. Chunki biz Dunyo bankisining usulini az qilyapmiz yani. U qatnashamadi. Uningdan keyin Sidiqaji Ro'za akamiz bu Amerikadagi o'z siyosiy faoliyatlarga qatnashmagan, o'zida maxfiy turayotgan mezgilda qatnashamadi. Uningdan keyin bu Husayn Qori Islomi bilan do'stimiz Anvar Yusuf Turani bu Dalay Lama kelibdi shu vaqtda Nyu-Yorkka deyman. Shu Dalay Lamani ko'rishmaymiz deb u yoqqa ketibdi, shu biz guvohlik bergan kuni. Qatnashamiz shu guvohlik berish yig'inida Uyg'urlardan men bor, bizga tarjimonlik qildigan Erka Olibdagi akamiz bor va do'stimiz Abdullajon Leyliman bor. O qolgan zalning yerim hammasi Xitoy. Xitoyninki Amerikadagi elchixonaniki mas'ullari va elchilari bor. Xitoy moliya ministrligining vakillari bor. Pingtonninki vakillari bor. Xitoyninki Shanxuaninki nimalar bor, vakillari bor. Qolganlar jurnalist shu Uyg'urning uchimiz bor. Shu zalninki yerimi shu Xitoy vakillar uyumiga shunaqa bir vaziyat qatnashdi. Ammo Amerikadan turayotgan qarindoshlarimizning birisimi qatnashaman. Ovozingiz anlamlıydı. Ko'pdan ko'p rahmat. Ayni vaqtda 26 yilning oldida shu Amerika parlamentidagi bir o'rinda Xitoyninki jinoyat to'g'riliq guvohlik berish nihoyatda ig'ir ro'yi besimga kelgan bo'lishi mumkin sizga. Hozir endi vaziyat o'zgardi. Xitoy qilib yalang'och irqiy qirg'inchilik qilib berayotganligi uchun hamma odam qo'zg'aldi, nurg'un odam da'vo sepiga kirdi. Lekin ayni vaqtda sizga o'xshash bir odamning chiqib Xitoyga qarshi turib tashkilotlarni tuzib qurilmagan bir vaqtda shunchalik cho'ng jasoratni ko'rsatganingizdan opirin aytishga tegishlikka. Demak bizniki hozirgi yo'lboshchilarimiz shu vatandan boshlablam davoni boshlab ekansizlar. Endi shu barin inqilob yuz berganda siz vatanda qaysi xizmat bilan shug'ullanayotgan? Sizcha barin inqilobining portlab chiqishiga sababchi bo'lgan asosiy omil nima? Siz shu xizmat bilan jurnalistlik qilib yurgan vaqtda buni texmi aniq bilishingiz mumkin. Bu to'g'riliq so'zlab bersangiz. Rahmat. Endi u Amerika parlamentidagi guvohligimiz ta'sirli bo'ldi ham haqiqatan. Bu yerdan bir qisqacha bir izoh qilib qo'yayotgan maydonda. Endi men tunji qatim bir shu chet elga chiqiblar, poklik qiliblar, eng cho'ng bir davlatning parlamentida guvohlik berish sharafiga erishdim-da. Bunda bo'lganki men darajadan tashqari bir xil ajoyib jiddiylik bor. Shu sababdan u qizitma mo'rlab ketib, shu Amerika guvohlik berishga shu Amerika parlamentiga kirgan vaqtimda shu qizitmam shunday qattiq yuqorilab ketdi. 38-39 gradus bo'lsa kerak. Ben onu erken kamgımı demedim, dostumuz Ablacan Leyliman demedim, İnediğimi demedim. Ama bütün beden su aslında. Şunçilik, bağ durmuş, iki bileklerim ağrı. Sonra olan benim guvalık belge vaktimde bir yerde asaslık. Şu binlerninki bu ne böyle, bütünley bununki her bir koşun işgallik. Bu askeri bir koşun işgallik. Aslında 50 patrol kösettim ben. Xitayning hüccet materyallerini tadı.
Mesela bununki 1954 10 ayda kurulgan vaqtida mı Bintang'daki o. Rasmi ismininki Xitay Xalq Azadlık Armiyasi Şinjan Harbiy rayonu ishlab chiqarish qurilish armiyasi degan nomda qurilganligi. Ya'ni bir harbiy organ ekanligini ve ta ki bu 1975 yılı Masaybiddin'ninki şikayeti bilen işki to'qinishlar bilan amaldan qoldirib o'tdi merkez. Amaldan qoldirib o'tdi. Bu 81-yili amal asliga keltirdi. Vaqtida anandagi ishlab chiqarish qurilish armiyasi deb nimqanligi ve bevosita merkez harbiy ishlar komissiyasida qaraydiganligi, uni yerlikninki uni boshqarish, abnali xalq hukumatining uni boshqarish huquqininki yo'qligi, merkez bevosita qaraydiganligi haqida dalil isbotlar bilan hujjatlarni Xitoyniki hujjatlarni materiallarni uningki Xitoy rahbarlarining degan so'zlarni misol qilib ko'rsatdim bu yerda. Uningki shu Qashqa 3-dehqonchilik 3-diviziyasininki uning bevosita bostirish qatnashidi bor. Resimlardan bor endi. Bostirish qatnashganligi haqida o'zimning ko'rganlarim, o'nlaganlarim va Xitoy manbalaridan gazetlari chiqargan nimalardan o'rnaklarni ko'rsatdim. Onundikin bu barın aksi inqilobi aksi inqilobchilarni qo'llab tutish, uning qoldiqlarini tozalash harakatida yana bu yerda qo'pib, shu hatto Xotanning 19-diviziya, Oqsuvdagi yezgilik 1-diviziyasiniki xalq askarlarining bularning hammasining qatnashganligini dalil isbotlar ko'rsatdim. Ham bu yerda do'stimiz Oblajon Leylniman guvohlik bergan vaqtida u yomon muhim nuqtani guvohlik berib, shu Xitoyninki Bintang'daki Dünya Bankası'na algan qarz pulini turmuş silish qurilishiga ishlatganligi va Bintang'daki shu 4-diviziyasininki chorvachilarninki yoylig'ini tortib olish, bo'zaq qilish, dehqonchilik terror yerlarini tortib olish, urush, so'qish deganga o'xshash nurg'un sog'an zulmlarga oid materiallar borki, ko'zi ko'rganim bilan bor. U guvohlik berib bir yig'lab ketganda, ho'kirab yig'lab ketdi. Qattiq. Yig'lab ketganda shuning bilan u Erkin Kamil ishkimizmi, Erkin Kamil ishkimizmi qattiq. Yani ko'z yig'lab ketdi. Menniki Oblajon apandim guvohlik berdi. Shuna aytdi, ichinishlik bir nima bo'ldi. Bo'lgandan keyin bu yerda shu guvohlik berish yig'iniga riyosatchilik qilayotgan Amerika parlament tashqi munosabatlar komitetininki raisi u ko'ziga yosh oldi. Shunday qilib u odam do'ppisini beshdan chiqolmaydi. O'ttirib guvohlik berganda Xitoylar norozilik bildirdi. Xitoyning hukumat nimalar u odamga tarafsiz bo'lmadim deb. O qiziq yeri hatto haqoratga uchirdik. Biz haqoratga uchirdik shu nimaga guvohlik qatnashgan Xitoy vakillari o'lmaganiga. Masalan, biz orliqda bir 15 minut damlash berdi. Damlash bergandan keyin zaldan chiqib olsak, bir Xitoy manqarab qilib ullik ovozda pangozi deb tiladi. Vatan satqish, o'g'ri edi. Uningdan keyin zalga chiqib uchimiz bir bilan turibmiz, qolgani ko'pincha Xitoy. Bu yerda yana bir Xitoy bu yerda ishlar deb tiladi. Shuni bilan Erkin Xitoy tilovati haqorat qilib tillamda biz o'zim voy fikrim qo'yali bo'ldi. Guvohlikni salomat tugitayli dedi. Shunda hatto Amerikada guvohlik berish jarayonida bexatarliging oldi masala bor deb kechida yodg'imizda almashtirdi tuyuqsizlar. Chunki Xitoyning ta'siri yomon kuchga vaqti Uyg'urning tayini yo'q bu nima deb Washington deseydi. Shunda yodg'imizda almashtirib nima qildi? Shuning bilan men qaytib keldim. Şunu Oblajon Leylniman qamdishimiz shu qilib qolgancha mana hozir shu Amerikada qiliqliq ham shu. Ikkimiz ikki davlat men Germaniyaga qaytib keldim. Bu shaklda. Endi bu yerda qiziq bir ishim bo'ldi. Qarindoshlarimiz bilmaydi. Men borgandan keyin maxfiy kurashdim u yerga. Keyingi savolingiz javob berishdan burun oyada ba'zi ishlarga jiq yoshlarimiz bilmaydi bilib qolsin dedim. Shu guvohlik bergandan keyin biz maxfiy men Oblajon uchimiz Sirg'aj Ro'zi akimizni maxfiy ziyorat qilib bordik. Ondan keyin borsak Husayn Qari Islommi shu Sirg'aj Ro'zininki uyida ekan, rahmatli ustozimiz. Uningdan keyin Anvar Yusuf apandimniki uyini ziyorat qilib Alloh razı olsun. Yaxshi kutib oldi meni, nihoyat yaxshi. Uningdan keyin avu Gulnaz Dünya Bankası ishlaydi, uni yo'ldoshi Said Ahmad. Ularning uyiga berib ular lag'man qilib berdi. Nihoyat yaxshi kutib oldi bizni. Uningdan keyin bu yerda bu Husayn Qari Islomi bilan Anvar Yusuf meni shu Washington DC'de yeni kurgan Şarkı Türkistan Milli Azadlık Merkezi'ndeki işhanesi ne kıpken, açıralık işhan tutken. İşhanı ziyaret kıp apadı, şunu oldu Hüseyin Karim, İslam'ı rahmet isli oldu bana. Bu Enver Yalgoz hazır,
sen bu şu Anvar bilen billa o Türkiye'nin tat tanışaptı ma Hüseyin ustazımızla. Sen bu şu Enver Yusuf'ka emra olup bir şeyde billa işletmiş teşkilatla. Güçlendirsenler, ben öyümün krallık koygan, ben tumayman zaten bu Amerika'da, sen şu krallığa öyді to, maaşanım yaxşı bir eyli dedi. Könglimde hem de kelip Enver Yusuf bilen billa işlegim var. Ama ayalım bu vaxtıda, hazır küçük oğlum hamilda Germaniyada. İşte onunla rahmet etip, qaytib kelishga majbur bo'ldik. Shunday. Endi keyin sizning savolingizga javob bersam, bu barın inqilobi yuz bergan vaqtida men atalmish Shinjon xalq radio stansiyasininki partiya, hukumat va siyosiy qonun sohasiga mas'ul muxbir edim. Men bu bulupmu qonun sohasi deydi, oddiy hodisalar bu meniki muxbirlik qilish doiram shunga kiradi. Ham muxbirlar guruhininki mas'ul edim, bo'lim darajalik. Şu men barın nemisini qo'zg'alg'ini bari inqilobininki yuz berganligini barın inqilobi yuz berib ertasi bizning bir Xitoy xizmatdoshidan oldim. İsmini unutib qolibman. Xitoyning u muxbirdi. Siyosiy qonun sohasi mas'ul muxbir. Men bilan bir bo'limda xabarlar bilindi. Voy, parat oldingmi deydi. Bo'ldi desam, Nanjing chushilar deb. Janubda voqea yuz beribdi dedi. Nada bo'libdi desam, Qashqar degandek oldi. Nima ish yo'q tafsilotini bilamsan desam, bilmadim. Shu jamoat xavfsizlik nazoratiga borsam, o'shadagi nazoratning noziri hammasi Qashqarga ketibdi deb boshladi. Degandekin shuni bilan men hayron qilib idoradan boshqalarni so'rasam xabari yo'q hech kimniki. Shuni bilan u vaqtda jamoat xavfsizlik nazoratining noziri vaqtida qoldirishdi dedim. U odamning ishxonasiga telefon qilsam, u ishxonasidagilar bu nima ketgan, janub tarafga xizmat ketgan dedi, tafsilotini demadi. Uningdagi jamoat xavfsizlik nazorati tashviqot boshqarmasi bor, biz aloqa qilganda muxbirlar aloqa qilgan. Telefon qilsam, mushunday xabar oldik, ammo konkret ahvolni bilmaymiz dedi. Uningdagi to'xtab tur deb, Shinjon jamoat xavfsizlik gazeti degan bir gazeta shu Shinjon jamoat xavfsizlik nazorati tashviqot boshqarmasi tarafidan nashr qilingan. Uninki ikki ta'rifi va yaxshi tunishman. Shundan bir balo telefon qildim. Va nima ish bo'lib ketdi desam, voy shu nimada Qashqarda emas, shu nimada Oqtu deydigan bir noyda. Borin degan gap nima qilmadi? Oqtu deydigan bir noyda voqea bo'libdi dedi. Shuning bilan shu jamoat xavfsizlikning nazorati vaqtida Xitoy nozir Duyan deydigan Xitoyda. Mao nozir Obrisht shu bizniki shu nozirlar hammasi janob ketdi dedi. Shundaq tunji qitim ashunaq xabar topdim. Tafsilotni bir 4 kun, 3 kun, 4 kun o'tgandan keyin anandan uninki Oqtuninki barini yezsida yuz berganligidan xabar topdim. Endi xo'sh, Baxtiyor afandim, bu voqeaning kelib chiqishiga asos bu o'tining tutishiga deyli endi. Bu barin inqilobininki portlab chiqishiga sababchi bo'lgan bevosita. Omil nima desangiz, 1988-yildan boshlab yo'l qo'ygan planliq to'g'ri siyosati. Men shunda qarayman, shu barin nimalarniki ashuni tashkillagan Sharqiy Islom partiyasi ashlarning e'lon qilgan xitobnomalar, bayonotnomalar nimalarga qaraydigan bo'lsakmi, bu yerda planliq to'g'ri siyosatning asosiy sababchi bo'lganligini bilib olish tez emas. Nima deb desangiz, Xitoy 1982-yil, 84-yil bu planliq to'g'ri siyosatni yo'l qo'ydi. Ammo shu vaqtda Xitoy markaziy hukumati bu nimalar avtonomiylik joylar planliq to'g'ri siyosatni ijro qilmasin bo'ladi dedi. Deb u 88-yilga kelgan vaqtida tuyuqsizlar shu avtonomiylik joylar, qaysi avtonom rayonlar shu mamlakat bo'yicha bir tutash ijro qilayotgan planliq to'g'ri siyosatni sinaq tariqasida yo'l qo'yish kerak va bu vaqtda maxsus yerlik xalq qurultiyi doim komiteti bir vaqt belgilama chiqarib sinaq tariqasida ijro qilsin dedi. U sinaq tariqasida ijro qilsin degan gap qilsam bo'ladi, qilmasam bo'ladi degan gap endi. Shundan buningga Abdumrayli xalq qurultiyi doim komitetiningida ma'quldi belgilamalar, yerlik qonunlar. Uning 50 necha a'zosi bor. Har bir a'zosi muavin nazorat darajasida bo'ldi. U vaqtda shu Abdurim O'tkir, Ibrohim O'tamiz ustozlarimiz hammasi xalq qurultiyi doim komitetining a'zosi. Men doim yig'inga qatnashatdim. Shu 88-yilga kelgan vaqtda rais Timirdov Ahmad
Buni aşı Xalq Qurultayı Daim Komiteti'nin ma'qullatish uchun shu atalmış Şinjan Uyghur Abdurrahim'de pilotluk siyasetini sınav tariqasida yo'l qo'yish chorasi degan qonunni ma'qullash uchun hepleşti 2-3 gün. Uni o'tkazamdi chunki Abdurrahim o'tganlarmish Uyg'urlar emas qarshi turdi. Bu bizningki Şinjan vaziyati to'g'ri kelmaydi. Uyg'urlarningki urf odat, bularningki diniy e'tiqod hech qanday nimasiga to'g'ri kelmaydi. Uning ustiga bizningki bu Şinjanning zimini ekan, noposni ayeti az. Bunda bir sharoitda biat pilotluk siyosatini ijro qilishning hojati yo'q deb qilgandan keyin buni ma'qullamay oxiri Sayfiddindan keldi. Mana bu shu yig'inda 3 kun talash tortishildimizda. Chunki men partiya hukumat sohasiga mas'ulman. Oxiri Sayfiddinni akilib, Sayfiddin nasihat qilib yurib, mingtasni qoyil qilib, o qonunni chordim yo'l qo'ydi. Yo'l qo'ygandan keyin Xitoy buni oldin plan qilib bo'lganda, tayyorlanib bo'lgan. Chunki shu qonun 88-yili Abdurrahim Xalq Qurultayı Daim Komitetining ma'qullanib bo'ldi. Oy bir ayga o'tmayli qarang, shu xuddi oldini hozirlab bo'lgan hukumat ishki jihatdan. O şu 60 rayonlik, viloyatlik, noylik va yezlik 4 darajalik planlıq to'g'it komitetlari qurilib bo'ldi-da, yaning tegini o'nib chiqqandeklar. Nihoyat kuchli. Ularga yomon keng doirada huquq berdi. Xalqqa vaqtda odam tutish, odamni sulash. Ondan keyin bu planlıq to'g'it siyosatini ijro qilishda nihoyat ig'ir vahshiy vaslarni ishlatgan shu vaqt. Masalan, boshlanib 89-yil emas, 90-yillarning boshlari. Mecbur qo'sig'ida 8 oylik bolalarni opirib, homilda qolganlarni majbur opirib, tug'maslik operatsiyasini qilib, do'shirib, tushagilisib, uningki u vaqtda bilasiz, bu noya emas, yez emas, hatto noyadinki doktorxonalarninki bu operatsiya baltish, operatsiya qilish nima saviyasi bektuvan. Muhit bek nacharda, nachar bo'lgandan keyin o'lib ketish nisbati operatsiya jarayonida o'lib ketish nisbati yuqori bo'lgan. Majburlashni ig'ir bo'lganda, vahshiy usullarni ijro qilmaganlarni opirib sulab qo'ygan majburiy ayollarni. Erlerini karşı gösterge erlerini sulap koygan. O şiddalık vahşilik. Bu asas sebepçi bo'lgan omillarning biri deb o'ylayman. Ko'pdan ko'p rahmat so'zingizdan. Ayni vaqtda bir surat botdi. Nihoyatda nachar bir uyda bir ayolni majburiy shu bolasini tushirayotgan bir qon yuqi bir ayol karvatda yotgan. Yani bir iki doktor yendi tuğan aşında bir surat şu 80-yildagi suratlarda şu şu aldım göz aldım geldi hazır hakikaten qorchoq hokimiyat deydigan bir gap to'g'ri-ki bularni qo'shilmagan taqdirdami bir amallar bilan besim ishlatib o'ziniki oldin tayyorlab qo'ygan planlarga saladigan demisin bir ayning ichida qandasiq hamma yerda tang uncholar ishxonalarni qurib odamlarni qilib bularniki huquqlarini berib haqiqatan shu oldin tayyorlab qo'ygan narsani majburiy besim qilib ma'qul tutadigan qo'rchoq hokimiyat degan shuda haqiqatan. Mesela şu vaqtda hech qanday huquq yo'q. Şu jurnalist qilib berish jarayonida ko'rdim, qarang, planlıq, har darajalik viloyatlik planlıq to'g'it komitetlarini ziyorat qildim. Noillik, yezlik hatto. Shunda o'ktam, muttaham, hech qanday sayya sog'liqni saqlash ma'lumoti yo'q. Oshindaq nimalarni, shu ayollarni majbur tug'maslik qilish operatsiyasi qilgan ba'zi doktorxonalarga berib güzel ko'rdim. Vay hayran qilasiz, shunchalik nachar muhit. Men chunki ota-onam doktor, mening hayotim shu doktorxona ichida cho'g'ilgan. Men opam doktor, dadam doktor. Bilmayman bu doktorxonaning muhitini qandaligini. Bu shunchalik nachar hamda. Saqadan qismi tirik chiqolmaydigan muhit ham shunda. Shunda shu ojiz ayollarni akirib, shunda majburlar nima qilib, hatto shu o'nkunlar berib, kech o'nkunlarga yushirib, tog'larda yushirinib olib, masalan, 7 oylik, 8 oylik homilda ayollar şu jangollarda, qumliqlarda berib, tug'ib kelgan ayollar var ya shu vaqtda. Buni biz qo'limizda anglagan. Endi bu yerda pilotluk siyosati dedik, bu yerda ham temir davomat, reys so'qashqa temir davomatga bir qora chekit urildi shu vaqtda bir. Endi shu taslangan vaqt temir davomat. Endi bu yerda jaqadamlar bilmaydi, Bayman Sayfiddinning ismini tilga oldi. Jaqadamlar ba'zi ijobiy bavardiganlar, salbiy bavardiganlar. Ammo shu 88-yildagi Şinjan Uyghur Abdurrahimlik planlıq to'g'itni sinaq tariqasida ijro qilish vaqti chorasininki ma'qullanishida Sayfiddinninki favqulodda cho'ng rol bo'ldi. Chunki vaqtda Abdurrahimlik partkomiteti sekretari Wang Yinma, rais Temir Davomat.
2 kun muzokara qilib o'tkazolmay 3-chi kuni Beyjingdan buni agarchi shu vaqtdagi nimga qatnashgan odamlar bo'lsa bu mana guvoh bo'la oladi. Mana shu yig'inda bor. Nimani saybidan chaqirib keldi. Kelib saybidan nasihat qildi bu yerda. Shu Admiral Xalq qurultiyi doimiy komissiyasining Uyg'ur vakillari. Vay shu Uyg'urlarning balasichilik, namratchilik. Agar namratchilikdan qutulaman desa, balni oz tepish kerak. Kötüge çağlar bal tepiş gerek. Yaydıgını yok, kişiligini yok, nıkılığını yok. Kopap 7-8 balını teptirip akçı göksüde. Bu tarikada nasihat kıldı. O adamınki bir tarihi bir nemesi de bir cinayeti de parayım ben. Çünkü ben şahit olaydım şu vakti jurnalist. Şunun sebep oldu demem de barım. Ama şu Angliyada açılgan Uyg'ur sotidagi eng asosliqmish irqiy qirg'inchilikniki bir turimi shu majburiy tug'ut tushirish. Demak, necha million buvoqniki vaqtsiz tushirilib ketishi, ota-onasiniki shu darajadan qonivayron bo'lishi, hatto ba'zi ayollarniki shu majburiy tug'ut tushirish sababidan shu sabab bilan ulab ketishi, har xil kasallar, agashma kasallar qatorliq. Demek neçe milyonlagan Uyg'urniki hayotiga zamin bo'lgan bir siyosatda bu. Demek irqiy qirg'inchilikniki shu tug'ut bilan munosabatligi shu barni inqilobidan boshlangan bu nihoyatda obidi xarakterlik bir ishga. Demek hozirgi irqiy qirg'inchilikni shu vaqtdan boshlab faqat shu bir turinida tug'ut majburiy tug'ut cheklashni shu chog'dan boshlab deyishga bo'ldiki, anadan siz degan shu qechib yurib tog'ning o'nkurlarida u yerda bu yerda bola tug'ayotganlar shu hozirgi irqiy qirg'inchilik, ya'ni shu Uyg'ur sotidagi guvohliklarda shu guvohliklar bo'ldi. Ya'ni Turkiyadagi shu majburiy tug'ut qatnashgan ikki xonim kişiler ayollarniki 8 ay 9 ay bo'lgan chaqda qechib yurib haq bilib qolmasin deb, hatto uydan chiqolmay ba'zilarini o'zi yer osti nima o'zi yer ostini ko'lab bolalarini shu yer ostida tug'ib bo'lgandan keyin o'ylisdan chiqarolmay deydi. Ashxotanda, Qashqarda 4-5 bolasi borlarki öydün avazını çıkaramaydı ki. Yer astıda bakıdı ki o ballarını. Oyuldun mu çıkmaydı ki. Aşında çoğun oldu bazı ballar dedi. Uygurlarının ki hazır körüvatkan günü bu Xitay'nınki sebebiden Xudayım cacısını verdi. Uygur Sot Kollegisini dediniz. Bu ülke mesela Birleşken Devletler Teşkilatı tarafından 1948 yılı ma'qullangan irqiy ayrımçılıkning oldinda xalqaro atnamusiniki irqiy qirg'inchilik haqidagi 5 turlik nimasi bor. Zot. Oshunda shu majburiy tug'maslik operatsiyasi qilish, majburiy bola tushirish bu naslni quritishni maqsad qiladi. Bu irqiy qirg'inchilikning eng asosli nimalardan biri degan hamda. Demek siz nihayetde muhim bir guvohchi bo'lib shu Uyg'ur sotiga qatnashsangiz bo'pti-ki ayni vaqtda buni tarixni biz yoshlar bilmagandikin vaqt uzrab ketdi birisi. Men vatanda oralgan vaqtim uzrab ketdi. Undan keyin biz dastlab vatanda chiqqan vaqtlarimdan bu vaqtni aytchaq maqolalarni yozgan. Bu vaqtda dokladlarni yozgandim bu vaqtni ayt tafsili. Undan keyin yig'inlarda guvohlikni bergan. Vaqt uzrab ketgandan keyin vatanda oralgan vaqtimiz uzun bo'lgandan keyin siz hozir guvohlik bersangiz uniki ishonchlik darajasi tazmin bo'lmaydi. Shunga shu vatanda yangi chiqqanlarniki guvohlik bergan yaxshi deb o'yladik. Avval shu ama bu irqiy qirg'inchilik ana shu 88-yil planlıq tug'ut siyosatini yo'l qo'ygan vaqtdan tortib boshlangan shunchalik vahshiyliklar bo'lgan shu bari inqiloblar emas, shu 90-yillarning boshlarida o'tirlarda yuz bergan xalq isyonlari, norozilik harakatlari ninki mutlaq ko'p qismininki sababi qaraydigan bo'lsangiz asosan planlıq tug'ut siyosatida shu jarayonda qo'llangan vositalar, vahshiy vositalar. O mesela oxirgi 90-yillarning o'tirlarda maxsus planlıq tug'ut komissiyalari va uning xodimlariga qarshi qurolli harakatlar bo'ldi. Mesela Oqsulda planlıq tug'ut komissiyasini portlatib o'tdi. İnsanlar açıqda shu ayol o'lib ketgan, ayolning qo'sqidagi bolasini majburiy ilib o'tgan, shu odamlarni qisos elish uchun planlıq tug'ut xodimlarini shunday vahshiylik qilgan, rehimsizlik qilgan o'zining millatiga. Planlıq tug'ut xodimlarini planlıq tug'ut komissiyasining mas'ullarini o'tirib o'tdi. Nurg'un avvallar bo'ldi shu. Nimada bu
yaman çoğunlukla şu Uygurlarning noroziligini qarshig'ini qo'zg'agan eng asosiy omillardan biri deb qarayman. Hozir shundoq mana bayim deb o'tdingiz. Bu irqiy qirg'inchilikningki eng cho'ng bir dalili sifatida bu Xitoyningki hozirgacha davomli shu o'ylab bakın 88 ni hisoblagan hozirgacha. Bu necha yil o'tib ketdi. Hozirgacha davomli Nihoyatda yaxshi tushuntirib berdingiz. Bu bizga muhim bir dars o'qidik. Endi söhbetimiz qaytib kelsak, siz ayni chog'da partiya hukumat sohasiga mas'ul yuqori darajalik muxbir bo'lib ishlab ekansiz, gapingizga qaraganda. Xitoy hukumatining shu Barin inqilobiga bo'lgan pozitsiyasi qanday bo'lgan shu chog'da, shu to'g'riliqni bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Dastlabda Xitoymi bu bir harakatni oshkorlash, uni tanqidlash uchun uning xarakterini bekituvchi oldi bilan. Masalan, Barin inqilob yuz bergandan keyin u yerga masalan Temur Davomat Abduralloh Xalq hukumatining raisi Temur Davomat badi, jamoat xavfsizligining nazoratining nozirlari badi. Men 2 oydan keyin jurnalistlar badi. Ko'rdik. Ama Temur Davomat shu Barin inqilob yuz berib, bir hafta 10 kundan keyin berib, bu yerda tekshirib kelgandan keyin Abduralloh Xalq hukumatiningki hukumat yig'in zalda, raislar yig'in zalda nazorat darajalik, yuqori darajalik rahbarlar yig'ini ichib, shu Barindan tekshirishni doklad berdi. O tunji qatam shu Barin haqida hukumatninki bergan doklad Temur Davomat berdi, endi bo'yinma o'tirdi. O yig'inni men bor. Chunki partiya hukumat sohasiga mas'ul bo'lib bir qatnashdi. Men bor. Xitoylar deydi, Sendai Shiun davida. 3 cho'ng axborot organida. Xinjiang Xalq Radiosi, Xinjiang Televiziyasi, Xinjiang gazeti. Her birisi shu partiya hukumat sohasiga mas'ul muxbirlar bor. Xabar bermaymiz ama qatnashimiz. Men bor shu yig'inda. Temur Davomat doklad bergan. Yana bir bu kaset qo'yib olibdi. Matrapida bo'yinma bor. Temur Davomat ya deganda u aksi inqilob to'plamidimi, bölgünçilik hareketimiz de şu dehalla toplanan dedi bu yerda. Dehalla toplanan, dehalla isyan dedi. Dep bu yerda şu Barin nima Aqto'y noyisninki noyatda namrat ekanligini dedi Temur Davomat degan. Bek namrat ekan ko'rdi, kechaq odamning qutida oyog'i yo'q. Uningdikin shu har bir emgak kishininki yillik kishi beshiga to'g'ri keladigan kirma butun Optimum rayonimiz bo'yicha eng tuvankan deb shu vaqtida Xitoylik mamlakat bo'yicha 100 namrat noya deb bekitib ekan. Shuning 11si bizning vatandagi. Shu 11 noyaning ichida vatandagi eng namrat noya degandiki, shu Aqto'noy birinchi o'rinda turdi ekan. Shu nimaninki Barin yesilik dehqonlarninki nopos yamanjaq bir yezi bo'lgan bilan, ammo 10 mingga yaqin nopos bor deb xotirlashimcha. Yaman cho'ng bir yezi. Emgak beşiği, yani kişi beşiğe doğru keldiğen emas. Emgak küçüğü doğru keldiğen, her bir emgak küçüğü doğru keldiğen. Yıllık kirimi 200 yangi bağmaydı şu vakti. 200 yangi bağmaydı hem de öyle. Şu tüverliğini eğitti, ne kıldı, doklat verdi. Anam dikin, hatta hükümet orlarını tenkıtıldı Temur Davomat. Rast deyiş gerek. Şu planlık doğru siyasetini icra kılıştı, usulüge dikkat kılış gerek, siyasetke dikkat kılış gerek, milli siyasetke dikkat kılış gerek, onu kılış gerek, milletlerin o dini siyasini yaxshi diniy va milliy siyosatni yaxshi ijro qilish kerak degandek gapni qildim. Voyinma bir yig'iz posiya bildimdi. Posiya bildimdi. Uningdan keyin bu butun idora jamiyatlarni qattiq bir g'ulg'ul bo'lib ketdi. Uningdan keyin bu admirallik yuqori sud mahkamasi sotlash kerak endi qo'lga ilinganlarni, bu yerda tutqun qilinganlarni. Shu vaqtda necha yuz odam tutqun qilingan. Ham qo'llab tutish harakati Barin aksin qilib qurolli Barin to'planishlarning qoldiqlarini qo'llab tutish deb butun shahar Turkiston miqyosida qo'llab tutish harakati boshlandi. Men borsam shu yezi shu noyi choz qurib ekan. U choz qurib olganning ichida muntizam askarlarmi bor, qurolli saqchi qismlari bor. Ko'pragi bingtonlik Xitoylar qurolli. Bingtonlik Xitoylar bor. Rasmiy qarasangiz, men shu sababdan guvohlik qildim Amerika parlamenti. Bingtonlik Xitoylar bor. Şu yollarni bütün Uygurlarni turg'izib qo'yib aqtirib başnaq naqlat. Uningdagi Abduralloh bu nima? Yuqori sud mahkamasi hukm e'lon qilish uchun qo'lga ilinganlarning ustida hukm e'lon qilish uchun uning xarakterini bekitish kerakda. Nima deb hukm e'lon qildi masalan ularga? Xarakterini bekitolmay buni markazga vatdi. Xitoy Oliy sudiga. Vatganiga Xitoy Oliy sudi, Xitoy Kommunistik partiyasi Merkezi Komitesi bekitish kerak. Ulardan yo'lroq so'raydi. Ben ikki qismdagi nimalarni anglab turman bu yerda. Shuning bilan o'g'limgacha 2-3 oy o'tib ketdi oraliqda. Hech qanday xarakter Xinjiangizda bosh maqolam e'lon qilinmaydi. Biz hech qanday xabar e'lon qilmadik. Va shunda bo'lib
Arlıqda bir 2 ay ötkendan keyin anandaki merkezi hükümetten barın aksiyon inqilobi qurolliq to'poloni deb xarakterini bekitdi. Ya'ni barın aksiyon inqilobi qurolliq to'poloni. O vaqtda milliy bo'lginchilik, vaqt ko'chadigan gapmi yo'qdi. Shuning bilan shu nimaga asosan anaki Abdumrayliq yuqori sud mahkamasi hukm e'lon qilishga boshladi. Menimcha u vaqtda o'lim jazosi berganlar ijro qilganlar yo'q. Mening shu vaqtda mening bilishimcha uningdagi xarakterini e'lon qildi. Qolgandagi aningdagi Shinjang gazeti bosh maqola e'lon qildi. Qoida shu. Vatanda bir ashuna voqealar bo'lgandan keyin markaz uning xarakterini belgilab bergandan keyin Shinjang gazeti shunga asosan bosh maqola e'lon qildi. Shinjang gazeti bosh maqola e'lon qildi. Barın aksiyon inqilobi qurolliq to'polonga taltikish qarshi turayli degan temada. Anandaki uni asos qilib turib, bu rasmiy tashviqot boshlandi. Ko'rgazmalar ichildi, Urumchida, shu bicharaninki qurollar mana bularninki to'polonchilik qurollari deb ketmalardan Gurjakdanniki Atmurayliq muzeyda ko'rgazma ichib, uni sazoy qilib, ularning e'lon qilgan bayonotini, axborotlarini hammasini e'lon qildi. Bu Xitoylarga yomon qattiq ta'sir qildi. Mening Xitoy xizmatchilarim shu vaqtda hatto barın bir yezida o'ylab taqib yuz bergan mushu barın inqilobi sababidan Qashqardagi ba'zi Xitoylarni qo'rqib Urumchiga boshqa shimol tarafga qochib kelgan shu vaqtda. Bir yezi bo'lgan vaqa qo'rqib ketdi Xitoylar. Uningdan keyin qiziq yeri men keyin o'qimangu Abdurashidjon bilan ko'rishdim men nimada qaytib kelgan barını tekshirib qaytib kelgan ekan. Jamoat xavfsizlik nazoratining hozir. Bu adamdan sorsam qiziq yeri bo'lib qo'rqib hatto shu barın atalmış aksiyon inqilobi qurolliq to'polonni bostirish qo'mondonlik shtabini u otishni qo'ramay Qashqarga berib turibdi-da endi. Qashqarga berib turibdi. Shu qo'mondonlik shtabini Qashqarga qo'yibdi. Jamoat xavfsizligining bir muavin ministri kelibdi. Anandaki Şinjan harbiy rayoni, Janubiy Şinjan harbiy rayoni bor. Ularning qo'mondonlik nimalar bilan birlashtirib qo'mondonlik Bingtonninki nimasi yezgirik 1 diviziyasi, 3 diviziyasi, 14 diviziyasi bular birlashib bir qo'mondonlik shtabi quribdi nimada. Qashqarda. Chunki u vaqtida bu kengayib ketishi mumkin yana qaytadigan andisi bor. U yezilgan Xitoy hukumatining sonliq ma'lumotlarida ashundan qatnashgan odamlarning eng ko'p bo'lganda son 5000 da ishib ketgan degan hamdi. U vaqtda bilasiz, balkim sizlar yosh bilmaysizlar, men yaxshi bilman. Bu hamma noyda qurolliq saqchi o'tir atroflar yo'qdi u vaqtda. Hozir bu hamma yerda bor ekan. U vaqtda nuqtaliq noylar, ya'ni siyosatdan sazgor va chegara noylarda. Bu Aqto'noy ism chegara noy hamdi. Chegara noylarda faqat qurolliq saqchi o'tir atrofda bor. 20 necha 30 necha kishilik. Soni intayin oz. Şunun bilan u bostirishga ular kuchi yetmay, mana shu Aqto'noysdagi hatto otishdagi qurolliq saqchi qismlarining soni yetmay. Harbiy ishiltay desa, u muntazam armiyani bunday ishlarga o'tkazish uchun cho'qim Markaziy harbiy ishlar komitetining tasdig'ini olish kerak ekan. Markaziy harbiy ishlar komitetining tasdig'ini olib, uningdagi Lanju harbiy ishlar komitetining Lanju harbiy ishlar rayoni qaraydi, Shinjan harbiy rayoni. Muşunda qatlam ruxsat qilish kerak. Ruxsatni olib boruvchi bir hafta o'tib ketgan gap borliq. Shuni qo'rqib ketib, Bingtonni ishlatishga majbur bo'lganda hamda. Bingtonni bevosita ishlatalar ekan. Keyin 7-8 u Markaziy harbiy ishlar komitetidan buyruq kelib qolgan ekan, andan keyin Xitoyning muntazam askarlar qatnashgan. Bir qo'rqishyapti Xitoylarning bir tashvish cho'chib ketgan. Chunki u vaqtida bunda qarshilik ko'rsatish harakati yuz berdi deb hech o'ylanmagan. Hech o'ylamagan. Endi shu vaqtda hukumatning ichki qismida mush planliq to'g'ri siyosatiga nisbatan yana qayta bir talash tortish bo'lgan. Mush planliq to'g'ri siyosatiga nisbatan. Buning ichida hatto ba'zi Xitoylar bor. Mush siyosat to'g'rimi xatomi milliy rayonlarda buni ijro qilish deydigan ba'zi Xitoylarda masalan burun kelgan qora Xitoy deymiz biz, ko'p Xitoylar bor. Uyg'urcha gap qiladigan, polay gap bilmaydigan, yer uyg'urlashib ketgan. Shulardan ba'zi noroziliklar bo'lgan. Bu inkosda shutdi shu vaqtda. Xitoyning bergan bosim shu. Ayni vaqtda mening shunday bir esimda bor. Agarda chunki Uyg'urlar orasida nihoyatda cho'ng bir g'ulg'ul qo'zg'aganda, agar ochlar bir hafta yoki uningdan ortiq tura olgan bo'lsa, qarshilik qilib xalqaradan yordam keldikan to'q degan ashunda gaplarni tarqalgan. Lekin Uyg'urlarning ichida qurolliq bir harakat qilishga cho'ng bir imkoniyatning borlig'ini ichib bergan bir inqilob bo'lganda u. Siz masalan
Sual soruşingizdan burun Xitoy ikki narsaga nihoyatda muhim ahamiyat berdi. Hozir biz butun shu atalmish Sharq Turkiston terroristlarga qarshi hujjatlarda, bo'lginchilarga qarshi hujjatlarda material qaraydigan bo'lsak, ikki narsaga ahamiyat bergan Xitoy. Birisi Mamtun Bug'rani yozgan Sharq Turkiston tarixi. Buni milliy bo'lginchilik ideyasining nazariy asosi deb qaraydi Xitoy. Uningdagi yana birisi ulabla Barin inqilobi. Barin inqilobi nima deysiz? Bu zo'ravonlik tusini olgan bo'lginchilik harakatining boshlanish nuqtasi deydi. Zo'ravonlikni tusini olgan demakchi, qurolli yana bizga qarshi qurolli harakatning Sharq Turkistonda boshlanish nuqtasi deydi. Bu yomon ahamiyat berdi bu nuqtaga. Shunga aloqa Uyg'urlarning hozirgacha shu Barin inqilobining har yili shu hozir mana 32 yil o'tdi. Har yili shu Barin inqilobining yilini xotirlash, ular shehitlarimiz hurmat qilish faoliyatini davomlashtirish sababi buning ahamiyatiga bo'lgan tunishadi. Bu favqulodda muhim ahamiyatga ega. Bu masalan Barin inqilobi 90-yillardan keyin yuz bergan butun qarshilik harakatlarga hammasidan tugasini surishtirsangiz Barin ro'y chiqadi. U vaqtda qiziq yeri bu Barin Aqto'ni oyisiga qaraydigan Qizilsuv Qirg'iz Avtonomiya Aqto'ni oyisiga qaraydigan bir yeza. Bu Barin degan yeza bu ism ninki lug'at ma'nosi o'zgarib ketgan bu inqilobda. Masalan bu Barin degan ism shunday xalqning qalbisidan keldi degansa bir yezning ismi emas, inqilob, kurash, isyon degan bir ism. Hatta shu vaqtda Uyg'urlarning cho'ng bir milliy uyg'unish shakli, hayajon shakllangan. Suyungan ziyolilarimiz olsun, her saatkiler. Hoş olan, ulaq olgan, hürmetine ait, favqulodda işip ketken. Bu siyaset boştu. Her qanday gap deyishalik nimalardan. Ya bir boştu siyaset. Oşu o'zaro gaplar deyishga vaqtin ulaq bo'lgan shunda hurmati va hatto o'tirishda bo'lsangiz, yoshlar o'tirishiga Elak Salam Lutfullah deydigan bir naqshi bor, gitarda bolachilik. Shu vaqtda o'tirishlarimizning naqshisi ham. 80-yil, 90-yillar. 80-yillar. Oshini Salam Zeyniddin deb o'zgartgan. O'zgartib aytganda Salam Zeyniddin, Salam Lutfullah degan maqsadda. Shu darajada bir xalqimizga nihoyat cho'nqur bir iz qoldirgan va nihoyat zo'r bir milliy uyg'unish nima shakllantirgan va texmi muhim nima desangiz bir yezidagi dehqonninki ashular mag'lub bo'lganini bilmamda biladi. Qo'lda hech qanday qurol yo'q. O'zlari yasagan anchamish ushak bombalar bor ekan. Portlash kuchi bak ojizman berib ko'rdim buni. Nihoyat ojiz. Hatto yezdi hukumatning to'p teminini o'rgatmagan. Nihoyat ojiz. Shundaq endi u Xitoyning ochishchiligi zamonaviy qurollari bor. Bingtuan bu atrofda qurshab turadi. U bilmamda ular. Aqlli qadamda uni boshlagan harakatni. Chunki aqlli deyishimda ashlarning e'lon qilgan programmasida xitobnomalarga, nizomnomalarga qaraydigan bo'lsangiz, rasmiy davlat qurish ideyasini o'tirib qo'ygan insonlar Zayd Yusuf boshladi. Qaramadı. Yani biz davlat qurmaymiz. Bizning g'oyamiz Xitoy tajovuzchilarini vatanimiz Sharq Turkistondan haydab chiqarib, mustaqil Sharq Turkiston davlat qurish. Bu rasmiy bir davlat qurish nimasida o'tirib. Bilmamda u mag'lub qilishni biladi, ammo bu yerda to'xtab turib biz ham dunyoga, ham xalqimizga bir milliy irodamizni ko'rsataylik. Mustaqillik orzuyimizni bir ko'rsataylik. Ifoda qilib, dunyoni bilib qolsin, xalqimizni bilib qolsin degan bir milliy irodani o'tirib qo'ygan. Demak, bu yerda o'lmaydigan ruh degan nima degan vaqtda, bor ro'yi nima degan vaqtda, mushu ruh ham. Qo'sh vaqtga efendim. Yo'q. Endi shu Barin inqilobining ahamiyatini bir xulosalab suhbatimizni oxirlashtirsak oxirida. Rahmat. Bo'ldi Baxtiyor efendim. Hamda ahamiyatini boy qisqacha izohlab o'tdim. Endi shu vaqtda. Bulupmu 90-yillarning boshlarida xalqimizningki bir milliy uyg'un harakati shakllangan. Bu dastlab qadamda ziyolilar orasida boshlangan. Bu nima degan vaqtida Turg'un Almasninki 3 kitobi. Masalan, Uyg'urlar ularning siqish tarixi va qadimiy Uyg'ur adabiyoti. Bu 3 kitob bu ayni vaqtida Uyg'urlar orasida cho'ng bir milliy uyg'unish harakati. Ya'ni asosiy ziyolilar asosida bir milliy uyg'unish harakati. Bunda bir sharoitning o'zida ya Barin inqilobining qo'zg'alishi, Barin inqilobining barliq kelishi, bu yerda ziyolilar asosida o'tirib chiqqan milliy uyg'unish harakati bilan asos qatlam, ya'ni yezlarni asos qilgan dehqonlarimizni bo'lsin, so'l sanoatchilarimizni bo'lsin, hammasi asos qilgan bir milliy harakatningki birlashishiga sababchi bo'ldi. Buningki tarixiy ahamiyati nihoyat yuqori. Masalan, shu Barin inqilobi yuz bergandan keyin buningdan nurg'un mayli Sharq Turkistondan janubida bo'lsin, sharqida bo'lsin, shimolida bo'lsin, nurg'un yoshlarimiz
Xalqimiz bundan ilham oldu. Bir ümit paydo bo'ldi, ishonch paydo bo'ldi. To'xtab tur, biz kurash qilib o'zimizning kuchini ko'rsatayotganmiz. Ya, deydigan. Ondan keyin yana uchinchi bir jumhuriyatni qurish qilib bo'lgan ishonchi, irodasi, umidi paydo bo'ldi Uyg'urlar. Masalan, shu 1997 yil yuz bergan 5 fevral G'ulji qirg'inchiligi tashkillovchilar, organizatsiya qiluvchilar 90 yillarning o'rtalarındaki, hatto oxirlarigacha 2000 yillarning boshlarigacha vatanda yuz bergan Xitoyga qarshi turli shaklda qarshilik qilish harakatlari, maxfiy deyli, qurolliq deyli va boshqa shaklda. Hammasining yiltizi qaraydigan bo'lsangiz, buning ayni vaqtida Barin inqilobiga qatnashgan va uni qo'llagan, uning ro'yini qabul qilgan va shu partiyaga mansub insonlarning borlig'ini ko'ra olasiz. Bu ya'ni zanjirsimon bir bu inqilob shu Barinda tugab ketmadi. Kichik bir yezda. Xitoy degan u bir yilda qamal qilib oldi, bir odam chiqarg'izmay, men borsam zaten bir odam chiqarg'izmaydi ekan. Qushmi ucholmaydi ekan, 2 oydan keyin borsam, atrofni butun Bingtondan Xitoylar qo'rishyapti. Askarlar qo'rishyapti. Bir odam chiqarg'izmay kirgizmaydi ekan. Shundoq turib, Barin ro'yi butun Sharq Turkistondagi uningki inqilob urug'i Sharq Turkiston hamma yerga chechilib bo'lgan. Necha oyning ichida. Bu toki xil uzun yilgacha Sharq Turkistonda davom qilgan butun milliy harakatimizning bir ilon bo'ligi, yana bir yetakchi ideyasi va ro'yi bir manbai sifatida bu o'ziniki ta'sirini, kuchini ko'rsatgan. Hozir shu Barindisi hech kim bu bir yezni ismi demaydi. Barindisi inqilob, Barindisi kurash, Barindisi jang deb tushunadi. Demak, hargiz bu Barin inqilobininki tarixiy ahamiyatiga Zaydin Yusuf boshchiligidagi milliy qahramonlarimizniki, shehidlarimizniki, qahramon o'g'il qizlarimizniki bu kurash irodasini hargiz salqirmasligimiz kerak. Va bu faqat bir yezda yuz bergan vaqa, bu rayon xarakterli yuz bergan, uning sirtiga chiqolmagan oqchi ko'kchi deydigan bunda tor tushunchada bo'lmasligimiz kerak. Chunki u yerdan bir ruh chiqdi. Bir milliy ruh chiqdi. Bir milliy ruhningki milliy kurashning urug'i chiqdi bu yerdan. Bunun ahamiyatini, tarixiy ahamiyatini to'g'ri tunib yetishimiz kerak. Buni bugun mana Barin inqilobininki 32-yillik xotir kuni shunga qaysi davlatlar namoyishlar bo'ladi. Bu har yillik shu Barin shehitlarimizni eslash, Barin inqilobininki yilligini xotirlash faoliyatlariga qarindoshlarimiz aktivliklar ishtirok qilish kerak va bu orqali o'zlarininki Barin shehitlarimizga, qahramonlarimizga va aziz shehitlarimiz olan hurmatini izhor qilish kerak deb o'ylayman. Köptün köp rahmet, hürmetli Berat Yurun Qaşapandi. Nəhayətdə yaxşı bir əhəmiyyətlik bir söhbət oldu deb qarayman. Bugünkü hem özümüzge bir ügünüşke tegishlik, bir qayta əslashke tegishlik bugünkü şu Barin inqilabı to'g'riliq bu söhbət. Sizningki qimmatli vaqtingizni chiqarib programmamizga qatnashmaganingizga köptün köp rahmet. Şunun bilan programmamizni mishada oyoqlashtiraylik. Qadrli ko'ruvchilarimizning qimmatli diqqatiga rahmat. Sahifamizni texnik yaxshilash uchun fikr taklifinglar bo'lsa qizg'in qarshi olamiz. Aziz ko'ruvchilarimizning kanalimizga a'zo bo'lishni va ham berilishni unutib qolmasligini umid qilamiz. Xush vaqt bo'linglar. Allohga omonat.